Ehtimol siz uni ismini bilmassiz, lekin musiqasini aniq eshitgansiz. Yo'q, gap she'r muallifi Abdulla Oripov haqida emas, balki bastakor haqida ketmoqda. Uni ismi Mutal Burhonov. 1916-yili Buxoroda mudarris oilasida tug'ilgan. 1947-yilda O'zbekiston SSR madhiyasini yozgan. 1992-yilda mamlakat mustaqillikka erishgach, unda faqat so'zlar o'zgartirilgan, kuy esa saqlanib qolingan. Mutal Burxonov musiqasi Lekin bu ham Burxonovning eng mashhur ishi emas. Botir Zokirov ijrosidagi Maftun bo'ldim qo'shig'i esingizdami? Maftun buldum güzel bir cananga. Uni ham Burxonov yozgan. Shuningdek, u tarixda ilk bor o'zbek tilida ko'p ovozli xor asarlarini yaratgan. U butun mintaqani kezib, turli xalqlarning qo'shiqlarini to'plagan va ularni xor uchun qayta ishlab chiqqan. Mutal Burxonov 2002-yilda Buxoroda vafot etgan va bugun u yerda uning uy muzeyi faoliyat yuritadi. Uning asarlari har birimizning qalbimizda yashab kelmoqda. Bugun u 110 yoshni nishonlagan bo'lardi. Endi siz ham uni ismini bilasiz.